o'sha sizlar bilgan bloger Shahruz Rustamova qo'ng'iroq qilib, Ozod opa menga oyijonimlar uchun judayam minimalistichniy stilda cherniy luk tayyorlab bering, iltimos, faqat 4 kungina vaqtimiz bor dedilar. Turon Couture'da 7 kunda tikiladigan bu oqshom libosi qanaqa qilib yaratamiz deb o'ylab qoldim. Tем более qaynonalari Umida Jamalova 10 yildan ortiq Amerikada yashagan ayol. To'g'risi ozgina hayiqdim, yoqadimi bu luk, ularga yoqmaydimi va biz bu vaqt oralig'ida tika olamizmi? Chunki bizda asosan вечерний ko'ylaklar, oqshom liboslarimiz minimal 7 kunida tikiladi. Lekin tak men risk qilish yaxshi ko'raman, hamma narsaning iloji bor deb hisoblayman bu dunyoda. O'shaning uchun tavakkal qildim. Конечно, rad qilmadim va ishga kirishib ketdik. Umid opa keldilar, qaynonalar. Shunaqa ular bilan ishlash lегкий, shunaqa приятный ayollar. Xarakterlari og'irroq deb o'ylagandim, lekin aytishadi-ku, xarakter qanchalik yengil bo'lsa, ishlari ham xuddi shunaqa bo'ladi. Ular o'sha birinchi primerkadan juda ham zo'r turdi. Hech qayerda menga bunaqa qolipdek o'tkazishmagan birinchi primerkadan deb korsetni juda ham maqtab ketdilar. 4 kun ichida biz albatta ulgurdik. Готовый rezultat ularga juda ham yoqdi. Sizga yoqdimi? Fikrlaringizni albatta izohlarda qoldiring.